غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين. O'qigan Qur'onlarimizni duo qiling qizim. O'tganlar ruhi shod bo'lsin, obod bo'lsin, jannatlardan nasib. Islom Karimov ham jannatlardan qilgan Allohim gunohlarini kechirim. Shu yerda o'tgan jamiki aziz anbiyolar ruhlarini shod qilgin. Assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Allohu akbar. Allohu akbar. Kim bu yer endi? Karimov. Kamron bet to'xta o'g'lim. Keyingisi Alhamdulillah voy manilar ham mana maqbaralar ekan. keyingisi yo'q emas. Biz birinchi kelganimizda Islom Karimov o'tgan paytlari. Bu yerda militsiyalar rosa ko'p turar edi. Hammani o'chirt bilan kirgizardi. Odam to'lib ketar. To'lgandan keyin to'xtatib turar edi o'chirtlardi. Keyin mikrofonda qori o'qir edi Qur'onni. Yana odamlar ko'pgina bo'lib, hozir endi ancha kamayib qopti oldingidan, lekin yo'q emas. Mana odam baribir ko'p. Meni остановили. O'qiyapti odam. Ha, mana u bola tualet qidirdik o'sha bolaga. Hojatxonasi lekin ishlamas ekan, bir burchakka o'tdik, Alloh kechirsin ish qilib. Daraxt tagiga bormadim, bir chekkaga o'tdim, yaxshi emas-da mana turizm deb kirgizishmadi. U Siyob bozoriga borar ekanmiz, biz tualet qidirib. Mana xonimasi ham yo'q, musor faqir. Sumkani